Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun bizlar mana Safoxo'ja qishlog'iga kelganmiz. Safoxo'jada uy bog'chasi bor ekan. O'sha joyda Nobot opamizning tug'ilgan kunlari munosabati bilan o'g'illari Shahzodjon, Muhammadali, qizlari Kunduzxon tomonidan Oybek osh markazidan osh va Asqarjon bilan nasib bo'lsa xizmatda bo'lamiz. Ishlangiz yaxshimi? Mehr beray qilayin esosimga bitta men kerak xolos uyda meni onam kutmoqda dard yoniga kelma iltimos mehr beray qilayin esosimga bitta men kerak xolos uyda meni onam kutmoqda. Bugun Oybek osh markazidan sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab keldik. Qizlaringiz, o'g'illaringiz Muhammadali, Shahzodjon tomonidan, Kunduzxon tomonidan mana ishxon gullardan eng chiroyli gullar tabriklaymiz. Bolalarim baxtimga sog' bo'lsin. Shunday e'tiborli bo'lganiga ming rahmat. Bo'la qo'shganlarimdan qo'sha qarisin, bolalarini huzurini ko'rsin. Bizlar baxtimizga eng avvalo sog' omon bo'lsin. Katta rahmat bolajonlarim, borlariga ming shukr. Rahmat sizlarga.